Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Assalomu alaykum, hurmatli, aziz va qadrli bo'lgan Yaqinimga tabrik kanalining mehribon va oqko'ngil kuzatuvchilari hamda aziz muxlislari. Bizning galdagi noodatiy tabrik emas, ya'ni audio tabrik bo'yicha bizning galdagi qahramonimiz Durdonaxon bo'ladilar. Ushbu insonga ajoyib dilnomalarni mehribon va aziz qadrli insonlari yo'llamoqdalar. Durdonaxon, chiroyli tabriklar aynan sizga qabul qilib olasiz. Aynan siz bilan boshlovchi Kamina Niloya chiroyli qalbizxonlarni yetkazishga shay turibman. Marhamat qabul qilib oling. Dilda shirin tilaklarimni siz tomonga yo'llayman bugun. Bugun qutlar samimiy bo'lib, chin yurakdan bilsangiz har kim. Dunyodagi barcha tilaklar bo'lsin deyman hamisha hamroh. Yaqinlarning duolari bor, panohida asrasin Alloh. Yoshingizga yoshlar qo'shilib, 80, 90, 100 yoshga to'ling. Tilagim shu ikki dunyoda Alloh suygan bandasi bo'ling. Eng samimiy tilaklar izlab, necha so'zdan qarz oldim bugun, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Tabriklayman yurakdan butun. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan go'zalim Durdonaxon. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Bugun seni qadrlab, imkon qadar seni qalbingga yetkazish uchun chiroyli tilaklarimni yo'llamoqdaman. Ushbu barchamiz uchun qadrli bo'lgan muborak kunda barcha yaxshi niyat maqsadlaring amalga oshsin. Umrbod quvnoq va baxtli, oqibatli hamda mehribon insonlar qatorida qolgin. Hayot so'qmoqlaridan adashmasdan qo'lga qadam tashlash shioringga aylansin. Senga xushnud kayfiyat, metinday sog'lik va baxt iqbol tilayman. Hamisha o'zingni asragin. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Ayyoming muborak bo'lsin deya chiroyli tabriklarini yakunlaganlar. Bizga ushbu ajoyib tabrikni yo'llayotgan, Durdonaxonni qutlayotgan mehribon aziz insonni xolajonisi Pokizaxon bo'ladilar. Aynan Pokizaxon opaning qalb izhorlarini imkon qadar chiroyli tarzda Durdonaxonga yetkazishga harakat qildik va biz buni uddaladik deb o'ylayman. Durdonaxon, go'zalim, sizni nafaqat xolangiz nomidan, balki kanalimiz nomidan ham chin dildan muborakbod etamiz. Ilohim aziz insonlaringiz baxtiga sog'-omon ulg'ayib, hayotning ajoyib lahzalarini barcha yaqinlaringiz davrasida o'tkazishingizni yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Allohimning inoyati bilan ajoyib yoshingizda nafaqat 21 emas, balki ulug' yoshlarni ko'rib yurishingizga tilakdoshmiz. Ayyomingiz muborak bo'lsin, go'zalim. Ilohim barcha ko'zlagan, o'ylagan niyat va maqsad orzularingizga yetishib yuring. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanalining boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmaymiz, barchangizni qadrlaymiz va yaxshi ko'ramiz. Durdonaxonga esa ayyom muborak bo'lsin.